ona farzandiga qanaqa munosabat qilayotgan bo'lsa, o'sha munosabatni o'ziga ham qilyapti degani. Bilasizmi, bugun man sizga bitta haqiqatni tushuntiraman. Balki buni bilarsiz, balki eshitgandirsiz, yana bir marta takrorlayman. Ona farzandiga qanaqa munosabat qilayotgan bo'lsa, o'sha munosabatni o'ziga ham qilyapti degani. Ya'ni bolasiga nisbatan agressiv, qattiqqo'l, bolasiga qaraganda jahli chiqsa, asabiylashsa, unga jismoniy jazo qo'llasa, 100% man kafolat bilan ayta olaman, o'sha ona o'ziga nisbatan, o'zini qalbiga, o'zini xohishlariga xuddi shunaqa agressiv munosabatda. O'zini shu darajada hurmat qilmaydi, o'zini yaxshi ko'rmaydi. Shunchaki u bu his-tuyg'ularni bolasiga chiqaryapti. O'ziga qanaqa munosabatda bo'lgan inson farzandiga ham xuddi shu munosabatni ravo ko'radi. O'zi bilan yaxshi munosabatda ongli ona, o'zini hurmat qiladigan, o'zini tushunadigan ona farzandini ham tushunar ekan. Farzandingiz bilan munosabatlaringiz yomonmi? Demak, birinchi navbatda o'zingizga nazar solib ko'ring. O'zingiz bilan munosabatlaringiz qanaqa? Bu videodan nima tushundingiz? Sizni fikrlaringizni kommentariyada kutaman.